Hörmətli qarindaşlar, Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırız. Elektronluq medianın çəklənişi sosial media sütunlarının aldığı ötdü. Hər qandaq bir şirkətnin bunda qilishi insanның aqlına sığmaydı. Amerikalik yazğıcı John Zimrak, Baş ministerimiz Salih Xudoyor əpəndi bilan Xitayning inson haqlari dəfsənchiligi haqida elib bargan söhbetiga aloqador Johnson Jonesni ziyorat qilishni o'ylagan bo'lib, her ikilisinden ilhat arqali savol so'rgan. Ammo Johnson Jones javob qaytarmaganligini, ilhatning bu xil uchur va rasmlarning yo'linishiga ruxsat qilmaydiganligini aytgan. Baş ministerimiz Salih Xudoyor əpəndi 1933 yılı 12 noyabr günü Şərq Türkistan Cumhuriyetining qurilib, Şərq Türkistan xalqining mustaqilligini e'lon qilganligini, Xitoy va Sovet ishg'oli sababli 1934 yılı 16 aprelda ag'dirib tashlangan bo'lsa-mu, Şərq Türkistan xalqi kurash qilib 1944 yılı 12 noyabrda qayta Cumhuriyet e'lon qilib, 1949 yılı 22 dekabrgacha davom qilganligini, Xitoyning 1949 yılı Şərq Türkistonni ishg'ol qilganligini, shuningdek boshlab mustamlika siyosatini yurgizganligini, Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining doklatiga qaraganda, Xitoyning eng az 3 million Uyg'ur va boshqa turkiy millat aholisini jazo lageri va turmaga so'lganligini, Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning Xitoyning majburiy emgak, majburiy tug'mas qilib o'tish, sistemlik bosqinchilik qilish, organlarini sug'urib olish, o'ldirish jinoyatining qurboniga aylanganligini, Amerikaning Xitoy tajovuzchilarining bu vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganligini, Yevropadagi ba'zi davlat parlamentlarining buningga ergashganligini, Nike'ning ta'minlash zanjirida Uyg'ur majburiy emgaki bo'lgan 83 tonglik markaning biri ekanligini, Nike va NBA'ning Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka solishidan foyda oladiganligini, shunga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga ko'z yumadiganligini, Dallas Mavericks'ning Xitoyning irqiy qirg'inchiligini ayblashni rad qilgan, hatto Xitoy bizning xaridorimiz, ular bilan savdo qilishning bir xatosi yo'q degan Mayik Kubanға ait ekanligini, Xitoyning dunyodagi hukumat, shirkat, medialarning qilmishlariga qarta sukutni setib olganligini aytdi. Johnson Jones Uyg'urlarning majburiy paxta terib, Nike'ning ta'minlash zanjiri uchun kash ishlab chiqarishga majbur qilganligini, NBA'ning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xi Jinpingning sheriki ekanligini, NBA va Nike'ning o'zini tuzitib, Anas Qantarda qahramonlarning rahbarligini qabul qilmaganda ajallik zarbiga uchraydiganligini, Beijing Olimpik tantarbiya musobaqasi elib berilsa, Olimpikning markasiga ziyon yetkazadiganligini, NBA'ning Xitoy bilan munosabatini o'sishi kerakligini, Nike'ning ishlab chiqarish asliyalarini Xitoydan qaytarib chiqish kerakligini aytdi. Dallas Mavericks musobaqasida Bosh ministerimiz Salih Xudoyor әпәнди va Johnson Jones Uyg'urlarga Tibetlarga hurlik degan xat yozilgan maykini kiyib, Baş ministerimiz qo'liga Şərq Türkistanning bayrog'ini elib, Mayik Kubanning orqasida o'tirgan. Mayirlar oldiga tizilganda Johnson Jones bilan Salih Xudoyor әпәнди Şərq Türkistanning bayrog'ini ochgan. NBA'ning bir xizmatchisi bayroqni elib olishga tirishgan. Johnson Jones buning aqlga uyg'un harakat emasligini ogohlantirgandan keyin voz kechgan. Basketbol mas'ullari ularni tabriklagan va rahmat aytgan. Uyg'urlarni erkin qo'yvat degan shiorlarni yangratgan. Shundaqla agar bexatarlik xodimlari ularni nazarband qilib olsa, bayroqni o'zlari lapildatib mahkamning oldiga boradiganligini aytgan. Yahoo oldingi oyda Xitoydagi ko'rinarli talabchan mashg'uliyat muhiti va texnik ko'p moslashish talabi sababidan Xitoydan ayrilganligini e'lon qildi. Xitoyda tijorat qilish uzundan buyon xususiy shirkatlarga nurg'un xiroslarni elib keldi. Xitoy prezidenti Xi Jinping yaqinqi oylarda texnika, ma'rif, o'yin va ko'ngilchish kasbida keng ko'lamda nazorat qilib boshqarishni yo'lga qo'yishi natijasida Xitoydagi eng chong shirkatlar zo'r miqdordagi bozor qiymatini yo'qotdi. Davlatning eng yangi 5 yillik plani monopol harakatni tizginlash va texnikada yangilik yaratishni ta'minlash qoidasini kuchaytirish va'dasini o'z ichiga oladi. Xitoy doiralari yana qonun ijro qiluvchilarini pul muomala mulozimati, ma'rif va yetaklash qatorliq sohalarda harakat qilishga chaqirdi. 2013 yildan beri Yahoo'ning elektronlik xat va xabarlarni o'z ichiga olgan nurg'ulg'an alayliklarga erishish mumkin bo'lmagan. 2015 yili Yahoo Beijingdagi ishxonasini taqib 300 nafar kasbni ishdan bo'shatgan. Xitoy Angliyada yashaydigan Uyg'urlarni nishonladi. Angliya soqchi boshlig'i Kit Malsus Angliyadagi Uyg'urlarning Xitoy amaldorlarining tajovuziga uchraganligini, yordam talab qilish uchun soqchiga iltimos qilish kerakligini aytdi. Ichki ishlar ministri qancha kishining nishonlanganligini aytmadi.
Bu ahvol 4-oyda Angliya parlamentining Xitoyning qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgandan keyin o'tirg'a chiqdi. Angliya tashqi ishlar ministri Liz Truss Angliyaning Xitoydagi elchisi bilan ko'rishganda Xitoyni irqiy qirg'inchilik qilmishi bilan aybladi. Maxsus ishchi millat vakili Stephen Kinnock bilan ko'rishganda Angliyada yashayotgan Uyg'urlarni qo'g'dash uchun xalqarodagi ittifoqdoshlar bilan hamkorlashish kerakligini aytdi. 4-oyda Angliya Avam palatasi millatdoshlar Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilib, Boris Johnson hukumatining oldiga chiqdi. Yaqindan buyon kabinetning qayta tashkillashi bilan Angliya hukumati Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikga qarata rasmiy muomala qilganligini ma'lum qildi. London vaqt gazetining xabariga qaraganda, davlatning yangi tashqi ishlar sekretari Liz Truss yopiq suhbatda Xitoyning irqiy qirg'inchiligini aybladi. Times gazetining xabar qilishicha, Liz Truss Xitoyni o'zidan ilgirki tashqi ishlar sekretaridan ro'shan farqlangan holda irqiy qirg'inchilik bilan ayblagan. Dominic Raab Xitoyning vahshiyligini irqiy qirg'inchilik deb atashdan xalqaro jamiyatning ehtiyot qilishini aytgan edi. Trussning bu jihatdagi tutumi keskin. U Angliyaning Xitoydan kelgan har qanday taklifni bir chetga qayirib qo'yishni talab qilmaydiganligini, pul asliya mablag'i selishni tasdiqlashda ehtiyotchan bo'lishni talab qilganligini bildirdi. Agar Angliya hukumati Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilsa, Amerikadan keyin irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan ikkinchi davlat hukumati bo'lib qoladi. Angliya Avam palatasidan boshqa Gollandiya, Kanada, Belgiya va Chexdagi qonun chiqarish organlari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish qarorini ma'qulladi. Chex Kengash palatasining 6-oydagi bilet tashlashi eng yaqinqi irqiy qirg'inchilik qarori. Angliya tashqi ishlar sekretarining qarori dunyo miqyosidagi harakatni asliga keltirib, Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan o'zgacha razil harakatini haqiqiy nomi bilan ataydi. Ulug' bo'lish uchun hech kimga iltifot qilma, hech kimni aldatma. Vataning uchun nimani qilish talab va maqsad qilinsa yoki nimani nishon qilish zarur bo'lsa, shu nishonni bo'ylab ilgirla. Har kim senga qarshi chiqishi, yo'lingdan qaytarishga urinishi, oldinga tugamas putli ko'shanglar chiqishi mumkin. Sen buningga qarshi tiran, o'zingni cho'ng bilma. Balki ojiz, qurolsiz his qilib, hech kimdan yordam kelmaydiganligiga ishinib, o'tusalg'ini yang. Undan keyin seni ulug' deganlarga qarab kul deydi Mustafa Kemal Atatürk. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.